tushadigan va tushgan testlarga davom etamiz. 53-savolda funksiyalar kesishidan hosil bo'lgan yuzani OX o'qi atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan jismning hajmini so'rayapti. Demak, grafikni chizib olishga harakat qilamiz. Y teng x, y kvadrat teng x ning grafiki. Bu y teng x taqsim 2 ning grafiki. Ikkalasi kesishgan joy mana bu OX atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan jism hajmini so'rayapti. Demak, ikkalasini tenglashga harakat qilaman. Demak, birinchi funksiyamiz y kvadrat teng x. Bunda y topadigan bo'lsa, ildiz ostida plus minus ildiz ostida x. Ikkinchi funksiyamiz y teng x taqsim 2. Demak, y joyiga borib qo'yadigan bo'lsam, y teng x taqsim 2 ning kvadrati teng x. X kvadrat taqsim 4 teng x. 4 ga ko'paytiramiz. X kvadrat teng 4x. X teng 0. Birinchisi, ikkinchisi 4 ligi ma'lum. Demak, 0 va 4 dan kesib o'tar ekan. Demak, formula bo'yicha v teng 1 taqsim p ko'paygan ildiz ostida x ning kvadrati minus x kvadrat x taqsim 2 ning kvadrati dx chegara 4 mana chegara 4 0. Demak, p ko'paygan 4 0 x minus x kvadrat taqsim 4 dx. Kechadigan bo'lsak, x kvadrat taqsim 2 minus x taqsim 12. P chegara 4 0. 4 qo'ysak necha bo'lar ekan? 16 taqsim 2 64 taqsim 12 kubi 2 bilamiz. 8 16 taqsim 3 p. 3dan bersa 24 8 p taqsim 3. C javob. 54-misolda kub ildiz ostida ifodalar yig'indisini hisoblang deyapti. Demak, shu ifodani tirib belish kiritsak, ikkala tarafni kubga ko'tarsak, demak, kubinchi ildiz ostida 7 minus 5 ildiz ostida 2 plus kubinchi ildiz ostida 7 plus 5 ildiz ostida 2 ning kubi t kub. Formula yozdik. A plus b ning qovus kubi a kub plus b kub plus 3ab a plus b. Shu formula bo'yicha ochamiz. Demak, kubinchi ildiz ostida 7 5 ildiz ostida 2 ning kubi plus kubinchi ildiz ostida 7 plus 5 ildiz ostida 2 kubi plus 3 kubinchi ildiz ostida 7 minus 5 ildiz ostida 2 kubinchi ildiz ostida 7 plus 5 ildiz ostida 2 qovus ichida kubinchi ildiz ostida 7 minus 5 ildiz ostida 2 plus kubinchi ildiz ostida 7 plus 5 7 plus 5 ildiz ostida 2
teng t kub. Kublar ketadi. Demak 7 minus 5 ilzosida 2 plus 7 plus 5 ilzosida 2 plus 3 ko'pincha ilzosida formula bo'yicha 49 minus 50 bo'ladi. Bu ifoda dastlabki berilishi qavs ichi dastlabki berilishi bilan bir xil. Demak, qavs ichi t ga teng. Ko'paygan t teng t kub. Ketadi 14 7 ga 7 ni qo'shsak plus 3 ko'pincha ilzosida minus 1 t teng t kub. Demak 14 minus 3 ta t teng t kub. Buni o'rniga qo'yish t'ning joyiga o'rniga qo'ysak 2 ni bajariladi. Demak t teng 2. Javob C javob. 55-savolda hajmi v ga teng bo'lgan silindr o'q kesimi diagonal orasidagi burchak 2 alfa bo'lsa, silindr asosining radiusini toping deyapti. Xo'sh. O'q kesim diagonalar orasida burchak. Diagonal orasida burchak 2 alfa deyapti. Mana bu yer 2 alfa. Demak, bu uch burchak uchun balandlik tushirsak, bu h taqsim 2 ga teng bo'ladi. Mana bu r. Keyin teng yonli bo'lgani uchun alfa. Burchak teng 2 bo'ladi. Tangens alfamiz nimaga teng? R ning h taqsim 2 ga nisbati. Bu yerdan h topadigan bo'lsak 2r taqsim tangens alfa yoki 2r tangens alfa. Endi hajm formulasi p r kvadrat ko'paygan h. Buni p r kvadrat h ning joyiga 2r tangens yo'q. 2r taqsim tangens alfani qo'yaylik. Demak, v teng p 2p r ning kubi taqsim tangens alfa. V tangens alfa ko'payadi. V ko'paygan tangens alfa taqsim 2p. R kub. R ni topadigan bo'lsak, ko'pincha ilzosida v tangens alfa taqsim 2p. Demak, A javob. 56-misolda sinfda 5 ta o'quvchi tez yuguradi, 4 ta o'quvchi uzunlikni yaxshi sakraydi, 2 ta o'quvchi balandlikka yaxshi sakraydi. Har bir sport turi bo'yicha 2 tadan jam 6 ta o'quvchi necha xil usulda tanlash mumkin? Demak, birinchisi yugurishda 5 ta o'quvchi tez yuguradi deb, demak 5 tadan 2 tani olishimiz kerak. Ikkinchisi uzunlikka sakrash. Demak 4 tadan 2 ta. Uchinchisi balandlikka sakrash.
sakrash s 3'ten 2'te. Demek s 5'ten 2'te ko'paygan, s 4'ten 2'te, s 3'ten 2'te. S 5'ten 2'ten hisoblaymiz. S'ning formulasi s n'dan n faktorial, n minus m faktorial. 5 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3. 10. S 4'ten 2'te. 4 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Hisoblasak 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. 1, 2'ler qisqarsa 2 qisqarsa 6 ekan. S 3'ten 2'den hisoblasak 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial. Demek 1, 2, 3, 1, 2, 1. Demek 3. Demek birincisi 10 ko'paygan 6 ko'paygan 3. 180. S javob. Keyingi misolda asosan tomonlar 3 va 7 ga teng bo'lgan muntazam uchburchak. Uchburchakli kesik piramida shar ichiga chizilgan deb, kesik piramida yon sirtini toping deyapti. Chizmasini chizadigan bo'lsak, demek tomonlar 3, 3, 7, 7. Ne deyapti? Kesik piramidaning yon sirtini so'rayapti. Endi yuqorida asosga ichga chizilgan aylanang radiusini topamiz. R teng ata 3 taqsim 2 izosti 3. Pastdagi asosga ham ichga chizilgan aylanang radiusini topsak 7 taqsim 2 izosti 3. Endi tushirsak, buni chizib oladigan bo'lsak alohida, bu R1, bu R2. Mana H. Mana L apofema. L'imiz R1 plus R2 ga teng. Demak, qo'ysak qiymatini 7 taqsim 2 izosti 3. 10 taqsim 2 izosti 3. 5 taqsim izosti 3. Yon sirti 1 3 1 7, mana bir L apofema bo'lib qoladi. Buni topadigan bo'lsak 3 plus 7 taqsim 2 ko'paygan L shundan 3 ta bor. Hisoblasak 3 10 taqsim 2 L ning joyiga 5 taqsim izosti 3 qo'yaman. Hisoblasak qisqarib ketadi. 5 demak 75 taqsim izosti 3. Javob. Keyingi misolda to'g'ri burchakli parallelipipedning hajmi 192, balandligi 8, bo'yi 6 ga teng bo'lsa, quyidagi bo'yalgan kesim yuzini so'rayapti. Demak,
hajm berilgan. Hajmi A, B, mana bu S. Demak, V teng A ko'paygan B ko'paygan S'imiz 192 ga teng. Ana joyiga 6 ni B noma'lum S'ning joyiga 8 ni qo'ysak, 192. Buni topsak bo'lar ekan. B ko'paygan 48 teng 192. Qisqarsa B 4. Ya'ni eni 4 ekan. Endi yon yog'ining diagonali D desak, yon yog'ining diagonali. Demak, mana bu to'g'ri burchakli uchburchak uchun Pifagor qo'llasak, D teng D ning kvadrati teng 8 ning kvadrati 6 ning kvadrati. D kvadrat teng 100, D teng 10. D 10 ligi ma'lum. Demak, bu to'g'ri burchakli uchburchak katetlari D ko'paygan B taqsim 2. D ning joyida 10 ga teng 10 ko'paygan 4 taqsim 2 bu qisqarsa 2 20 ekan. S javob. Keyingi misolda 29-misolda. Demak, funksiya berilgan va funksiyaning 3 ta qiymatini so'rayapti. Demak, funksiyani hoslolamiz. Hosla 2x plus 1. Argumentini hoslasak ko'paygan 2. Bundan hosila x plus 2. X dan hosila 1. Keyin 2x minus 5. 3 bo'lish uchun x ning joyiga 1 qo'yamiz. X ning joyiga 1 qo'yadigan bo'lsak, f 3 ko'paygan 2 f 3 teng 2 ko'paygan 1 minus 5. 3 ko'paygan f 3 minus 3. f 3 teng minus 1. Demak, minus 1. B javob. 60-misolda differensial tenglar berilgan, yechim deyapti. Bizga ma'lum y hosilasi degan d y taqsim dx, ya'ni y dan x bo'yicha hosila degan. Hisoblasak, y kvadrat plus 1 teng x taqsim y d y taqsim dx. Y'lar bir tomon, x'lar bir tomon qilsak, dx taqsim x y dy taqsim y kvadrat plus 1. Y ni differensialga kiritsak nima bo'ladi? dx taqsim x teng 1 taqsim 2 dy kvadrat plus 1 ildiz ostida. Y kvadrat plus 1 desak ham bo'ladi. Ya'ni 1 qo'shib qo'ysak o'zgarmas son. Ikkala tarafni ham integrallaymiz. Demak, ln x teng 1 taqsim 2. Buni yozadigan bo'lsak 1 taqsim 2 y kvadrat plus 1 dy shuning minus 1 taqsim 2. Demak, ko'paygan 2 y kvadrat plus 1 1 taqsim 2. Ikkala qisqaradi. Plus s chap tarafga qo'shib qo'ysak, s plus ln x ildiz ostida y kvadrat plus 1. Bu javob A javobdir. 61-savol. To'g'ri chiziqlar orasida o'tmas burchak so'rayapti. Demak, y teng kx plus b ko'rinishi keltirsak, k'miz tangens alfaga teng. Demak, ko'rinishi keltiradigan bo'lsak, birinchi tenglamani y o'ng tarafga olsak 5x plus 7
birinchi tenglama. Ikkinchi tenglamani ham xuddi shu jarayonni bajarsak, y teng 3y o'tadi. 2x plus 1. Y teng 2 taqsim 3x plus 1 taqsim 3. Demak, ikki to'g'richisi orasida munosabat tangens phi teng k1 minus k2 1 plus k1 ko'paygan k2. Foydalanamiz. Bu yerda k1 5, k2 2 taqsim 3. Hisoblaymiz. 5 minus 2 taqsim 3 1 plus 5 ko'paygan 2 taqsim 3. Demak, 3 kere 5 15, 2 narsa 13 taqsim 3. Buni hisoblasak 13 taqsim 3. Demak, bu 1 ga teng. Fi 1 da 45 gradusga teng. O'tmas burchak deganligi uchun bizlarga 135 gradus kerak. D javob. Uchburchakli to'g'ri belgilangan asoslari 6, 8, 10 ga, yon qirrasi 15 ga teng. Asosning kichik balandligi yon qirrasi orqali kesim o'tqali kesim yuzini so'rayapti. Demak, 6, 8, 10 bo'lsa, demak to'g'ri burchak uchburchak ekan. 6, 8, 10 Pifagor sonlari. Olti, 8, 10. Yon qirrasi 15. Kichik balandligi katta tomonga tushadi asosning. Demak, kichik balandligini topsak, h desak, h'imiz a ko'paygan b taqsim s ga teng. 6 ko'paygan 8 taqsim 10. 4,8. Demak, bu tomonga ham shuni tushirsak, demak, mana bu yuzdan so'rayapti, mana bu kesim yuzini so'rayapti. Demak, bu ko'rinishda bo'lib qolar ekan. On besh, 4,8. Bu yuza kesim yuzi S teng 4,8 ko'paygan 15. 72. D javob. 13-savolda xoslarning f5 taqribani so'rayapti. Demak, o'ylanib o'tirmay hosla olamiz. 2x plus 1 argumentni hoslasa ko'paygan 2. Demak, tenglikning o'ng tarafini hoslasa 2x plus 6. Demak, bu ifoda 2x plus 5, 2x plus 1 5 ga teng deb ishlasak, 2x teng 4, x teng 2. X ning joyiga 2 ni qo'yar ekanmiz. X ning joyiga 2 qo'yadigan bo'lsak, f hosila 5, 2 ko'paygan 2 plus 6. 10 ekanda. Ya, ko'paygan ikkisi ham bor. Ko'paygan ikkisi ham bor. Demak, 2 hosilasi 5 deki 10 bo'lsa, qisqarsak f hosila 5 5 ga teng ekan. B javob. 14-savolda demak, funksiyaning o'zi va hosilasining yig'indisi kubik ifodalaydigan ekan. Demak, f x minus 1 ni so'rayapti. Demak, funksiyaning o'zini f ya'ni variantlari berilgan javoblarga ko'ra funksiyaning o'zi ham kubik ifoda. Demak, kubik ifodani x kub plus ax kvadrat plus bx plus c ko'rinishda yozsak, hosilasi-chi? Hosilani shundan 3x kvadrat 2ax plus b. Endi funksiyaning o'zi bilan hosilasini joyiga olib qo'yadigan bo'lsak, x kub
x kub plus ax kvadrat plus bx plus c plus 3x kvadrat plus 2ax plus b teng x kub plus 2x kvadrat plus 4x plus 1. X kub mana bu ifodan x kvadrat chiqarsak a plus 2x kvadrat. Keyin bu bilan buni guruhlasak b plus 2a ko'paygan x. Keyin c va buni guruhlaymiz. X kub plus 2x kvadrat plus 4x plus 1. Ayniyat qilamiz. Ya'ni mos hadlar oldidagi koeffitsiyentlarni tenglaymiz. A plus 2 ni tenglaymiz 2 ga. Hozir 3 ga ekan uzr. A plus 2 A plus 3 ni 2 ga tenglasak A'miz minus 1. B plus 2 A ni tenglaymiz 4 ga. A ning joyiga minus 1 qo'ysak B 6 lik kelib chiqadi. C plus buni 1 ga tenglasak B'miz 6 qo'ysak C'miz minus 5 ekan. Demak, funksiyaning o'zi x kub, A ning joyiga minus x kvadrat, B ning joyiga 6x, C ning joyiga minus 5. Keyin f x minus 1 ni so'rayapti. Demak, funksiyamiz ko'rinishi fx x kub minus x kvadrat plus 6x minus 5 ligi ma'lum. X bilan joy x minus 1 qo'yib chiqsak plus 6x minus 1 minus 5. X kub minus 3x kvadrat plus 3x plus minus 1 minus x kvadrat plus 2x minus 1 plus 6x minus 6 minus 5. Hisoblasak x kub. Bu ikkalasini hisoblaymiz. Minus 4x kvadrat x hisoblaymiz. 5x 11x. X sonlar hisoblasak minus 1 minus 2 minus 8 minus 13 ekan. Demak bu javob D javobda bor. D javob. 15-savolda soatning soat va minut millar orasida burchak so'rayapti. Demak 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Demak soat mili, keyin minut mili. Mana orasida burchak so'rayapti. Orasida burchak. Demak fitting 5.5 m minus 30 h formula qo'yamiz. Demak m bu yerda minut, h soat. Demak 5,5 ko'paygan m ning joyiga 40 qo'yamiz. Minutimiz 40 minut, soatimiz 30 ko'paygan 12. Hisoblasak 220 ayrilgan 360 minus 140 bu degan 140 gradus degan. Priz 40 gradus. Bu javob.
16-cı savolda ketma-ket kelgan 3 ta tog' sonining yig'indisi 1021 ga teng bo'lsa, kichigining qiymatini toping deyapti. Ketma-ket kelgan deyapti. Demak, n minus 3 n plus 3. 3 ta tog' uzr. Ketma-ket kelgan tog' son deyapti. Demak, n 90 desak, undan oldingisi n minus 2, undan keyingisi n plus 2. 3 ta. Demak, ularning yig'indisi n minus 2 plus n plus 2. 12021 ga teng. 2 lar ketadi, 3n. 12021 3 ga bo'lsak, n teng 4007. 4007 bizlardan kichigini so'rayapti. Kichigi n minus 2. Kichigini topsak, 4007 ayrilgan 2. 4005. C javob. 17-ci savolda sonning darajasi va plus 1 ni 12 ta bo'lganda qoldiqni toping deyapti. Qoldiq topadigan bo'lsak, demak darajani 2 ning 4-chisining 506-chisi plus 1 ko'rinishi yozib olamiz. Ya'ni 16 2 4 16 506 plus 1. Buni 17 minus 1 deb yozadigan bo'lsak, 506 plus 1. 17 ta bo'linadi, o'chirsak bo'ladi va minus 1 ning 506-chisi plus 1. Minus 1 ning 506-chisi 1 plus 1 2. 17 ta bo'lganda 2 qolyapti. B javob. Firmaning kichik teoremasiga ko'ra hisoblaymiz. Ya'ni buni 10 ning 27 darajasi plus 5 da yozib olishimiz kerak. 10 ko'paygan 10 ning 2720-chisi 11-chisi plus 5. Ya'ni a ning p minus 1-chisini p ga bo'lsak 1 qoladi. Ya'ni bu yerda a va p miz o'zaro tutson, ya'ni e kub 1 ga teng bo'lishi kerak. Demak, 10 ning 2720 16 ga bo'linadi. Ya'ni 16 karik plus 5. Bu ko'paytmaning o'zi, mana bu ko'paytmaning o'zi. 17 ta bo'lganda bir qoladi. Demak, 10 ko'paygan 1 plus 5. 15 qoldiq hisoblanib 17 dan kichikligi uchun. B javob. 69-misolda ketma-ket kelgan 3 karra sonlarni n m'imiz 3k bo'lsa, n'imiz 3k plus 3 yoki 3k plus 1 desak ham bo'ladi. Demak, e kub mn desak, bizga mana 3 ga teng. E kub m bilan n desak, 3 ko'paygan k plus 1 ga teng bo'ladi. Demak, ikkalasi yig'indisi e kub bilan e kub yig'indisi 471 ga teng ekan. E kubimiz 3 ko'paygan k plus 1 teng 471. 3 ko'paygan k plus 1
3 ayrılsa 468. 3'ga bo'lsa k plus 1 156. K ko'paygan k plus 1. Buni 12 ko'paygan 13 desak bo'ladi. K'miz 12 ekan. Demak, k'miz 12 bo'lsa 3 ko'paygan 12 bu 36. 3 ko'paygan 12 plus 1 13 39. 36 39. Demak, n plus nni so'rayapti. 36 plus 39 75. Javob. 70-misolda demak, integral berilgan, hosilasi bir qiymat so'rayapti funksiyaning. Demak, nima qilamiz? Buni hosila olamiz. Hosila olsak, integral bilan hosila ketadi. F hosila x minus 2x teng, buni hosila olsak 2f x plus 3x kvadrat minus 2x. Funksiyaning hosilasiga 1 deb qo'ysak minus 2, 2f hosila 1 plus 3 minus 2. Buni bu tarafga o'tkazsak minus f hosilasi 1 minus 2lar ketadi. 3 f hosilasi 1 teng minus 3. Da javob. Birinchi rasmda demak, bu uchburchakning yuzi bilan bu uchburchakning yuzi teng. Sabab sariq yuzani S1 desak, bu S1 plus S ga teng. Demak, S A B E uchburchakning yuzi S plus S1 ga teng. Buni yozadigan bo'lsak, nima burchakda alfa desak, yuzni qanday tasvirlaymiz? Bu tomon to'liq 12, bu tomonimiz 6 plus x ga teng. Demak, bu yuzani hisoblasak formaga ko'ra 12 ko'paygan 6 taqsim 2 sinus alfa. S B D sini topsak mumkin S1 plus S 9 ko'paygan 6 plus x taqsim 2 sinus alfa. Ikkalasini tenglasak, tenglaydigan bo'lsak nima bo'ladi? 12 ko'paygan 6 taqsim 2 sinus alfa 9 6 plus x taqsim 2 ko'paygan sinus alfa. Ikkilar ketadi, sinus alfalar qisqaradi. Bu ikkalasini 3ga qisqartirsak 3 4 bu 3 qoladi. Demak, 6 sinus alfa teng 3 6 plus sinus alfa qisqardi. X 4 ko'paygan 24 teng 3 ko'paygan 6 plus x. Qisqartirsak 8 6 plus x 2 ekan. 2 degan javob ajoyib. 72-misolda fx'imiz sinus 2x ga teng. Demak, boshlang'ich funksiyasini olishimiz kerak. Sinus 2x dx. Buning boshlang'ichi 1 taqsim 2 kosinus 2x plus s teng f. Demak, bu x, bu fx. X ning joyiga
0 qo'ysak 1 taqsim 2 kosinus 2 ko'paygan 0 plus s teng 1. S teng 1 taqsim 2 plus s teng 1. S 1 taqsim 2 ekan. Demak 1 taqsim 2 kosinus 2x plus 1 taqsim 2. Demak S javob. 73-savolda. Demak, kvadrat tengmi berilgan va tengsizlik o'rinli bo'ladi deyapti. Nimning nechta butun qiymatida? Xo'sh, bu tengsizlikning ikkala taraf tengsizlikning yig'indining ikkala tarafidan x1 x2 ni chiqarsak x1 plus x2 kichikroq teng 0. Demak, bizga ma'lum vet bo'yicha x1 x2 ning yig'indisi m plus 4 ko'paytmasi x1 ko'paytirilgan x2 2m minus 1 qo'ysak 2m minus 1 ko'paygan m plus 4 kichikroq teng 0. Buni yozadigan bo'lsak minus 4 1 taqsim 2 plus minus bizga kerak bo'ladi minuslik. Demak, butun qiymat deb minus 4 minus 3 minus 2 minus 1 0 5 ta. D javob. 74-savolda xoslasining pdal qiymatini so'rayapti funksiyaning. Demak, uylanib o'tirmay xosla olamiz. 4 f funksiyadan xosla plus f2 fdan xosla 2p minus x ko'paygan minus 1 teng o'ng tarafni xoslasak 6x kvadrat. Demak, xoslasi oldik. Endi argument joyiga p ni qo'yamiz. Minus bo'ladi endi. 2p ayrilgan p 6p ning kvadrati. 3 xoslasi p bo'ladi. Chap taraf 6p kvadrat bo'linsa xoslasi p ning qiymati 2p kvadrat bo'ladi. S javob. 75-savolda nima qilamiz? Bir marta berishni xosla olamiz. Xoslasak integraldan xosla qisqaradi. Demak, yozadigan bo'lsak fx nima teng bo'ladi? Fx x 3x kvadrat plus 6x plus m ga teng bo'ladi. Demak, bunda f1 qo'ysak nima bo'ladi? 1 qo'ysak 3 plus 6 plus m bo'ladi. Shu 10 ga teng ekan. M'imiz 1 ga tengligiga kelib chiqadi. M 1 ga tengligini topdikmi? Demak, endi o'ylanib o'tirmay boshlang'ich olamiz. Boshlang'ich olsak fx boshlang'ich olsak x taqsim 4 plus 3x kub taqsim 3 plus mx kvadrat taqsim 2 plus nx. Demak, funksiyani hosil argumentning joyiga boshlang'ich x joyiga 3 qo'yamiz. Demak, 81 taqsim 4 plus hisoblasak 3 ko'paytirilgan 27 taqsim 3 plus 9m taqsim 2 plus n ko'paytirilgan
Uzun xato ketibdi. fx bundan boshlanuvchi katta fx o'z integralning o'ng taraf integral olingan ekan. X kub plus 3x kvadrat plus mx plus n. X joyiga 3 qo'ysak 27 plus 3m plus n. 0 qo'ysak 0 plus n. Ayırsak n'lar ketar ekan. Demak, nima qoladi? 54 plus 3m qoladi. 54 plus 3 ko'paytirilgan 1. 57. Javob. 76-misolda Meneley teoremasini qo'llaymiz. Meneley teoremasini qo'llaymiz. Demak, A'sini A'ga nisbat. A'sini A'ga nisbat ko'paytirilgan E'dini Df'ga nisbat. E'dini taqsim F'ga ko'paytmas. Taqsim ko'paytirilgan F'ni B'siga nisbat. F'ni B'siga nisbati teng 1 bo'lishi kerak. Endi bu tomonlar n desak teng bo'lgani uchun, demak A'simiz 4, A'imiz 4 plus x, E'dimiz n taqsim n, F'imiz 6 taqsim 3 teng 1. 4 plus x qisqarsa 2/1. Ko'paygan 2 taqsim 1 teng 1. 8 4 plus x, x'imiz 4. Uchta g'oz, 4 ta o'rdak, 2 ta tovuqdan bittadan tanlab nechta guruh tuzish mumkin deydi. Demak, 3 ta g'ozdan bitta olamiz, 4 ta g'ozdan bitta, 2 ta tovuqdan bitta. 3 ko'paygan 4 ko'paygan 2 24. Da javob. 78-misolda to'g'ri burchakli 78-misolda kvadrat yuzini so'rayapti. Bizlar hozir to'g'ri burchakli 3 burchakning ajoyib xosasini foydalanamiz. Gipotenuzda tushgan balandlik va gipotenuzdan ajratgan preksiyalar, ya'ni bo'laklari n bilan n bo'lsa, demak balandlik teng preksiyalar ko'paytmasi teng bo'lar ekan. Balandlikning kvadrati preksiyalar ko'paytmasi. Shuni qo'llasak, mana bu 3 burchak uchun. Demak, h desak, hning kvadrati teng 7 ko'paygan 3. H'imiz izosi 21 ekan. Mana tomon a tomon desak, Pifagor qo'llaymiz. A kvadrat teng h kvadrat plus 7 ning kvadrati. A kvadrat izosi 21 kvadrati plus 7 ning kvadrati. A kvadrat teng 21 plus 49. 70. Javob. Asosiy tomonlar 3 burchak. Asosiy tomonlari 25, 29, 36 teng bo'lgan 3 burchakli piramidaning barcha yonyoqlari asos tekisligi bilan bir xil burchak tashkil qilib, balandligi 6 ga teng. Shu piramidaning ichiga chizilgan konus hajmini toping deyapti.
Demek asosiy tomonlari 25, 29, 36 ga teng bo'lgan uchburchakli piramidaning asos tekisligi bilan bir xil burchak tashkil qiladi deyapti. Barcha yoqlar demak balandlik ichki chizilgan aylana markazga tushirgan bir xil burchak tashkil qiladi deyapti. Balandlik 6 ga teng. Demak, hozir bizlardan nimani so'rayapti? Ichki chizilgan konus hajmini so'rayapti. Demak, bizlar asosiy ichki chizilgan aylananing radiusini topib olsak, r teng 2s taqsim p. Demak, yuzani Geron formasi orqali topamiz. S teng p teng 25 plus 29 plus 36 taqsim 2 45. S 45 26 16 9 30 ikkalasi 900 16 dan 4 3 12 360 ekan. Yuzasi demak r teng 2 ko'paygan 360 perimetr 90. Qisqarsa 4 8 ekan. 8. Demak, konusning hajmi 1 taqsim 3, radiusini topdik p, 8 ning kvadrati h balandlik 6. Qisqarsa 2 bo'ladi, 128 pi ekan. Bitta javob. 80-savolda qirralar o'zaro perpendikulyar bo'lgan uchburchakli piramida berilgan. Qirralar bo'lsa piramida hajmini toping deyapti. Demak, perpendikulyar deyapti. Demak, 5, 8, 12 dik. F teng qirralar o'zaro perpendikulyar bo'lsa, uni topish bo'lmas. 1 taqsim 6 a ko'paygan b ko'paygan s. 1 taqsim 6 12 ko'paygan 8 ko'paygan 5. Qisqarsa 2 10 80 ekan. S javob.